Milliy sertifikat imtihonida misollarni javobdan kelish usuli. Ifodalarni soddalashtirishga doir bo'lgan misol imtihonda tushsa, uni soddalashtirmasdan turib va hech nimani bilmasdan turib, oddiy hisob-kitob bilan javobini topish mumkin. Demak, x lar o'rniga ixtiyoriy son tanlash orqali. Demak, x ga ixtiyoriy 1 degan son tanlaymiz va o'rniga qo'yamiz. Demak, 1 minus 2 ning 4-si, demak, qo'shilgan 1 minus 1 ning kvadrati ayrilgan 1 va mahrajida demak 1 minus 2 ko'paytirilgan 1 minus 3 va qo'shilgan 2. Demak, 1dan 2 narsak 1, 1 ning 4-si 1 plus 1dan 1 narsak demak 0 minus 1. Va mahraj 1dan 2 narsak minus 1 bu minus 3. Demak, ko'paytirsak demak 1dan 3 narsak minus 2 va 2 bo'ladi. Plus 2. Surati 1 bilan minus 1 ketib 0 taqsim 4 bu 0 chiqadi. Demak, siz x o'rniga 1 qo'yganingizda 0 chiqdi degani, variantidagilarga ham 0 mana bu x o'rniga 1 ni qo'yganimizda 0 chiqqan variant biz uchun to'g'ri variant. Demak, x ga 1 qo'ysak, 1 ning kvadrati 1, 2 karra 1 2 qo'shsak 3. Mana bu 3 bilan 6 bo'ladi va natija bermaydi 0. 1 ni qo'ydik. 1 ning kvadrati 1, 3 karra 1 3. 1 dan 3 ni ayirsak, bizda minus 2, minus 2 ga plus 2 ni qo'shsak 0 bo'ladi. Va aynan 1 ni qo'yganimizda 0 bilan 0 bir xil chiqqani uchun bizda demak B variant to'g'ri bo'ladi. Shu kabi misollarni qisqa usul bilan yechishni o'rganish uchun bizning sahifamizni kuzatishda davom eting.